Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, savolni o'qib eshitiraman. Rasmdagi kubning har bir tomonida natural sonlar yozilgan. Qarama-qarshi tomonlardagi sonlar ko'paytmasi o'zaro teng. Kubdagi 6 ta son yig'indisining eng kichik qiymatini toping degan savol bizga berilyapti. Bizda mana kublar va har bir tomonida natural sonlar yozilgan ekan. Va bizda savolda aytilyapti, qarama-qarshi tomonlardagi natural sonlarning ko'paytmasi o'zaro teng. Xo'p, bu yerdan biz birinchi o'rinni topib olishimiz kerak. Bizga ma'lum sonlarni ko'rsatib yozib qo'yilgan va bu sonlarga bo'linadigan eng kichik sonni topib olishimiz kerak bo'ladi. 15, 10 va 5 sonlarga bo'linadigan eng kichik son bizda 30 ga teng bo'ladi. Va ushbu sonni topib olganimizdan keyin bu sonlarni nechiga ko'paytirsak, qaysi eng kichkina songa ko'paytirsak 30 bo'lishini topishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizda oxirgi natijada eng kichik qiymatini so'rayotganligi uchun. Xo'p. Endi nima qilamiz? 15 ni qarama-qarshi tomonida necha turgan bo'lsa, uni bir-biriga ko'paytirsak 30 bo'ladi degan savolni biz o'zimizga berib turib, orqa tomonda biz 2 natural soni turganligini topib olishimiz mumkin. Xo'p, pastki tomondachi? Pastki tomonda bo'lsa, yuqorida 10 bo'lganligi uchun 10 ni nechiga ko'paytirsak 30 bo'ladi. Xo'p, 10 ni biz 3 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. Kubning tag qismida 3, orqa tomonida esa 2 turganligini topib oldik. Xo'p, endi 5 ning qarama-qarshi tomoni, ya'ni yon tomonida esa necha turgan bo'lsa, 5 ni 10 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. Xo'p, bu tomonda bizda 6 natural soni turibdi. Mana kubning har bir tomonidagi natural sonlarni biz topib oldik. Endi esa barcha natural sonlarning yig'indisini topishimiz kerak. Bizga ma'lum sonlar birinchi o'rinda 10, 15 va 5. Endi esa bizga noma'lum sonlarni topib oldik va ular 6, 3 va 2. Hamma sonlarni birin-ketin qo'shib boramiz. 10 ga 15 25, 30, 36 va 41 degan natijani biz ushbu masaladan keltirib chiqarishimiz mumkin. Ushbu masala sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda ko'rishguncha deb xayrlashib qolaman.